Assalomu alaykum hammalarga, sizlar bilan har doimgidek Real PUBG. Bugungi videomda sizlarni ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan birgalikda yana o'sha video old view bo'lgan Godzilla Open Case ko'ramiz. To'g'risini aytaman, men hayotimda hali ko'rmaganman. Sizlar ham ma'lumman ko'rmagansizlar. Tak что juda ham qiziqarli video bo'ladi. O'shani men reaksiya qilib beraman. Hozirdan kommentariy yozib qoldiringlar. Sizlar Godzilla Open Case ko'rganmisizlar? O'shani hozir sizlar bilan birgalikda jivoy ko'ramiz. Akalar, qissa qilamiz. Mana shu videoni ko'rib turibsizlar, tekinga 100 ishlab olsanglar bo'ladi. Buning uchun shu videomizga bittadan like bosasizlar, kanalimizga obuna bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'yasizlar va kommentariyaga xohlagan ko'proq kommentariy yozib turib, ID raqam yozib qoldirasizlar. Keyingi videoda random orqali g'olibni aniqlab, o'z UC'sini tashab beramiz akalar. Itak men bu yerda chiqadi. Bundan oldingi videomiz g'olibi. Bu kishiga UC'larni tashab berdik. Agarda sizlar ham yutmoqchi bo'lsanglar, bir sekund vaqtini ajratib turib, shartlarni bajarib qo'yinglar. Unda boshladik akalar. Demak akalar, Open Case videoga ham kirib oldik. Akkauntda 16000 UC bor. Eng qizig'i bu dunyoda birinchi o'rinda turgan paytida Arduzay akkauntda Open Case Arduzay o'zining kanaliga qo'ygan. Mana shuni ko'ramiz. Tayyor bo'lsanglar, mana boshladik. Sizlarga yana bitta narsa, keyingi safar qanaqa Open Case bo'lsa, men sizlarga bundan oldin videoda aytdim. Bu kanalni ochganimdan maqsad bu yangi kanal akalar, tezroq rivojlantirishimiz kerak. Bu kanalda, qarochi, old videolar ko'proq bo'ladi. Albatta kommentariy yozinglar, sizlarga keyingi safar qanaqa Open Case bo'lsin, eng ko'p like yiqqan narsani Open Case'ini ko'ramiz. Boshladik unda akalar. Xo'p, demak, tak, mana buni qaranglar, fonni qaranglar, fonni chiroyligini. Men pastda Godzilla yozuvlari bilan mana buni qaranglar. Font shunaqa bo'lganmi akalar paytida? Men to'g'risi bilmayman. Tak, burilayotgani bilaman, no aylanib tushadi. Xo'sh, mana boshlandi unda. Bu yerda hozir nimani ochyapti bilmadim to'g'risi. Xo'p, mana adashmasam mana shu sariqqa tushsa nimadir beradi. Hozir shuni ko'ramiz, to'g'ri. Men chestni aytaman, uyushtirilgan yoki qanaqadir video emas. Sразу birinchi ko'rmasdan turib, sразу video qilyapman, chunki menga ham qiziqroq bo'ladi. Xo'p, men bu yerda parashyut oldi Godzilla plus ryukzak oldi. Aka, 10 tali oching. Yaxshi, ikkitadan parashyutlar berib tashlayapti. Men bu moneta nima bu? Men tushunmayapman. Hozir ikkita moneta berdi. Moneta nima qiladi? Men tepada ham turibdi ikkita. Yo'qida obmen bo'limda obmen qilarmikan? Ko'ramiz. Albatta qiziq. Uvazik, mana Uvazikni qo'liga kiritdi akalar. Vo, mana eng yoqadigan Uvaziklarimdan biri Godzilla Uvazik. Sizlarga qaysi Uvazik yoqadi? Bepki yoqadimi yoki Godzillaniki yoqadimi? Akalar, keyin sizlarga yana bitta yangiligim bor. Agarda haligacha qimmatga olib yurgan bo'lsanglar, qayerdan arzon yuz olishni bilmayotgan bo'lsanglar, sizlarga 3 ta taklifim bor. Buni har doim aytib kelganman, yana aytaman. Birinchisi, bizda UC narxlari O'zbekistondagi eng arzon narxlardan. Ikkinchisi, har juma kuni juma aksiyasi bo'ladi, ya'ni juma kuni skidka bo'ladi. Sizlar UC'ni skidka narxlarda olasizlar. Uchinchisi, hozir videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchalarni bosib, shuni screenshot olasizlar. Sizlarga qachon UC kerak bo'lgan payt adminga tashlasanglar, sizlarga yana skidka qilib beriladi. Akalar, bunaqasi hali O'zbekistonda bo'lmagan, tak что UC'ni begona qilmanglar. Agarda UC kerak bo'lsa, shu video описаниесida silka bo'ladi yoki-da poyizga Real PPM deb yozinglar, meni kanalim chiqib keladi. Prosta kirib olsanglar bo'ldi. Xo'sh, Godzilla Uvazik olindi. Endi navbat. Bu nima bu? Kuchaytiryapti akalar, kuchaytirsa bo'ladi. Da. Bo'ldi, tushundik. Qarochi, men bu monetaga tak tiba obmen qilsa bo'lar ekan. Bo'ldi, tushundik. Bo'ldi, oching endi aka. Xo'p, endi nima qilar ekan? Inventarga kiradi. Hozir Godzilla Uvazikka o'tib, nimalarni ko'rsatarmikin? Mana yangi narsalarni ko'rsatyapti. Qarochi, Drabavikka bitta narsa olibdi, pistolga olibdi. Men bu yerda mana akalar Uvazik. Voy, buni turishini qaranglar, qarochida emotsiyalarni ko'rdinglarmi? Ozgina orqaroq qaytaringlar akalar. Emotsiyani ko'rdinglarmi sizlar?
Tak, vo yana o'tib ketib qoldi. Emotsiyalar men sevdim bori. Men bu interfeys qaranglar chiroyligini. Qarochi emotsiyalar, qichuv emotsiyalar bor ekan. Xo'p, aka endi tezroq opengiz qiling, biz kutib o'tiribmiz. Nima dedim hozir? ID kartani qaranglar, 8 ta ID kartasi bor akkauntda. Tak, hozir orada e'tibor bergan bo'lsanglar, gapim ham bo'linib ketdi borib. Yaxshi opengiz. Hozir mifiklarni ochyapti. Men bu tepa setni bilgan bo'ladi. Uni tepada turadi-yu, vashchi qichuv turadi. Men bu mifiklarni qaranglar, kelar mana bunaqa mergan set. Hozir kimni qaraydi, mana bunaqa qo'lni mundoq ko'tarib oladi mana bunaqa. Tak, o'sha paytlar o'shanaqa kiyimlar bo'lgan ekan. Hozir hammani unda ovordi. Tak, mana Godzilla opengiz ham boshlandi. Eng qizini aytaman akalar, bitta 10 talik ochish 10.080 UC bo'lgan ekan. Vashchi qimmat-u. Godzilla to'xtanglar. Vo, men buni qaranglar, to'xtatishimga Godzilla tushib beryapti, to'xtanglar. Hozir ko'rgan bo'lsanglar, mana bu qaranglar, o'tkazaylik-da. Tak, bu yerda Godzilla olib tushdi. Men to'g'ri yomon xursandman. Tak, mana buni qaranglar. Nima bu? Voy, Godzilla anaqa bormi-da? Nima deydi? Buni ismi nima deydi? Buni ismi? Xo'sh. Nima edi? Buggy, Godzilla Buggy. Bilmadim akalar, bunaqa narsa to'g'risi men bilmasdim. Mana ketdi. Godzilla olib chiqib oldi bu yerda. Skarotkani oldi. Olinmagan artasi ikkita ryukzak, samolyot qoldi adashmasam. Buni ham olarmikin? Обязательно hozir kiygizadi akalar. Men bu interfeys qaranglar, ikkitali interfeys bo'lganda, tipa mifiklar, men bu kaskalar, ryukzaklar qaranglar chiroyligini. To'g'risini aytinglar, old PUBG yaxshimi, ili hozirgi PUBG yaxshimi? Chesni aytinglar. Mana buni qaranglar. Eng qiziq old deyman, lekin men bu open case'larni bu sezonda men realni o'ynamaganman. Chesni aytaman. Emotsiyani qaranglar. Voy akalar, emotsiyalarni qaranglar. Voy, bu emotsiyalarni qaranglar. Bilmadim. Tak что, akalar, bundan da yaxshiroq, bundan da oldiroq narsalarni open case'ini xohlasanglar, hali brigadka bor, RX setlar bor, basketbol setlari bor, juda ko'p. Prosta aktiv portlab tashlaylik, videoga like bosib, kanalimizga podpiska tashlab, qo'ng'iroqchalarni bosib, kommentariyaga обязательно yozib qoldiringlar, keyingi safar nima open case bo'lsin. Ko'ramiz, bu yerda lednik bilan shoot bor. Demak, lednik bilan shoot Godzilladan oldin kelgan ekan-da, akalar. Yaxshi. Turishini qaranglar. Yaxshi, mana bu narsalarni qaranglar. Voy. Menga nima bo'lyapti? Akalar, men charchabman, bori tilim kelishmayapti. Yumpik yubiley ham bor ekan. Bo'laga obzor qilib bo'liz akkauntingizni ko'rdim. Zo'r ekan akkauntingiz. Lekin o'sha paytda haqiqatan Arduzay akkaunti real zo'r ekan. Paytida Neber bo'lgan, hozirgi Q8 akkaunti paytida Arduzayga tegishli bo'lgan akalar. Mana do'stlar, bugungi videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan real PUBG bo'ldi. To'g'risini aytib, fikrlarni kommentga yozib qoldiringlar. Bunaqa open case'lar o'zi sizlarga qiziqmi? Shaxsan men uchun qiziq. Agarda qiziq bo'lsa, keyingi sonni chiqaramiz. Keyingi videomiz qanaqa bo'lsin? Hammasini izohlarga yozib qoldiringlar. Eng arzon, eng ishonchli UC, real UC. Esda sil opisiyanida bo'ladi yoki post bilan kiringlar.